Samarqand shahridagi 81-umumta'lim maktabida Butunjahon aviatsiya va kosmonavtika kuni munosabati bilan bitiruvchilar bilimlar sari parvoz mavzusida ma'naviy-ma'rifiy tadbir ochiq dars shaklida o'tkazildi. Unda o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash, har bir bola o'zini katta jamoaning ajralmas qismi sifatida his etadigan yorqin va unutilmas ta'lim muhitiga e'tibor qaratildi. Asosiy g'oya muvaffaqiyat sari yo'l maktabdan boshlanishi, bilim inson kelajagining poydevori ekanini ko'rsatishdan iborat bo'ldi. E'tiroflisi, ochiq dars shaklidagi tadbir an'anaviy bayram yoki konsert dasturi emas, balki to'liq syujetga ega bo'lgan teatrlashtirilgan kosmik shou sifatida tashkil etildi. Shu bois ushbu mashg'ulot yagona syujet, kosmik missiya asosida qurilishi, har bir o'quvchi ekipaj a'zosi sifatida ishtirok etgani, tomoshabinlar parvozni boshqarish markazi rolini bajarishi, teatr, xoreografiya va boshqa interaktiv elementlarning uyg'unlashtirilishi darsning qiziqarli bo'lishi bilan birga o'ziga xosligini ta'minladi. Tadbir davomida ishtirokchilar kosmos tarixi, teatr sahnasi, bilimlar raketasi, interaktiv kompozitsiyasi, vazinsizlik, kelajak maktabi, hajviy sahnasi, ekipaj sinovlari kabi ko'rgazmali chiqishlarni namoyish etishdi. Mazkur ochiq dars bilim, ijodkorlik va bolalar orzulari uyg'unlashgan uchrashuvga aylanishi bilan birga zamonaviy dars o'qituvchining mahorati yosh avlodni ilhomlantirdi. Ularning qalbida unutilmas iz qoldirdi. Eng muhimi, har bir o'quvchi o'zini katta hayotiy yo'lning boshida ekanligini his qildi.